Salom qilish bizning dinimizningki ustimizga vojib qilgan bizning dinimizning buyrug'i. Sizlar mu'min bo'lmay turib jannatga kirolmaysizlar. Bir-biringlar bilan do'st bo'lishmay turib mu'min bo'lolmaysizlar. Bir-birimizni yaxshi ko'rmay turib, bir-birimizga muhabbat bilan qaramay turib biz mu'min bo'lolmaymiz. Hurmatli aziz muhtaram jamoat, bugün xutbamızda xosatan musulmonlarning ichida ve ammatan bütün insonlarning orasida umumlashishga ve umumlash kerak bo'lgan bir masala var. O osimi bir-birimizga salom qilish, bir-birimizdan ahvol so'rash. Bu bizning dinimizda alohida ta'kidlangan masala. Bununla biz dikkat kılaylı. Salam qilish bizning dinimizningki ustimizga vojib qilgan bizning dinimizning buyrug'i. Salam qilish insonlarga nihoyatda mehr muhabbat bag'ishlaydigan va insonlarni xush qiladigan va insonlarni kuldiradigan, ya'ni ichidan bir xushallik bag'ishlaydigan bir narsa. Dinimizningki asosi bo'lgan Qur'oni Karim ve hadis Resulullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleriga qaraymiz. Biz bir ishni dinimizda qilishga tegishli ish deyishdan burun buning dalili nima, asosi nima deb asosiga qaraymiz. Bu haqda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning bir hadisi var. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shunday deydi: "La tadkhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu. Evela edullukum ala şeyin iza fealtumuhu tahabbtum. Afşus selam." Bu nayeti sağlam bo'lgan bir hadis, işencelik. Peygamber Aleyhisselam bir yerde şuna dedi ki: "Ey ümmetlerim, ey sahabelerim, sizlarga şunu deymen ki sizlar cennetke, sizlar mu'min bo'lmay turib cennetga kirolmaysizlar. Bir-biringlar bilan do'st bo'lishmay turib mu'min bo'lolmaysizlar. Sizlarga bir narsani yutib qo'yay, u narsani qilsanglar, sizlar do'stlashib qolasizlar. Ag'ina bo'lib qolasizlar turiblar. U osimi nima desa, shu salomni, assalomu alaykum degan bu so'zni umumlashtirish. Bunda bo'lgan vaqtda qanday bo'ladi desa, u vaqtida andin do'stlashqali bo'ladi. Do'stlashgan vaqtida mu'min bo'lg'ili bo'ladi. Mu'min bo'lgan vaqtida jannatga chiqili bo'ladi. Bu hadis qaraydigan bo'lsak, nəhayət muhim bir narsani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga eskartdi. Yani yana bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qasam qilib turib deydi: "Vallazi nafsi biyadihi." Meni yaratgan bütün mening vücudum, barlig'im, yo'qlig'im hammasi ilkida bo'lgan Allah bilan qasam qilib turib deymenki, sizlar jannatga kirolmaysizlar qachongacha sizlar mu'min bo'lmaguncha. Mu'min bo'lolmaysizlar qachongacha sizlar do'stlaşmag'chilik. Bu yerda buni ziyoda qiladi. Demak, bu yerda masala unda bir yengil masala emas, oson bir masala emas. Biz do'stlaşmay turib, bir-birimizni yaxshi ko'rmay turib, bir-birimizga muhabbat bilan qaramay turib, biz mu'min bo'lolmaymiz. Deydi-ki Qur'oni Karimda Muhammadun Rasulullah vellezina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u baynahum. Özara o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri qanday desa, özara bu kadar şefkatlik, o kadar mehr, muhabbetlik bular. Düşmeni iki arasında acayip qattiq qo'l, ama özara acayip rahimdil. Deb bizga bu örnekni ko'rsatadi. Onun için biz bir-birimizga rahimdil bo'lish, bir-birimizni do'st tutish, bir-birimizni yaxshi ko'rish yo'li bilan biz iymon keltiralaymiz, mu'min bo'lalaymiz. Mu'min bo'lish bilan u yo'ldan faqatlam bir yo'l va u mu'min bo'lish bilan qanday jannatga chiqib oldi, Allohning rizoligini oldi. Onun için biz diqqat qiladigan narsalar bu salom masalasi, salom berish. Bir qancha muhim deb qo'yilgan bir masalalar bor. Bu osimi bu salom qilish musulmonning haqqi. Salom berish musulmonning haqqi. Bir odam kelsa, assalomu alaykum deyish bu musulmonning haqqi. Ikkinchidan salom qilish bilan birga nurg'un ajrni, savobni qo'lga keltirib bo'ladi. Bu nima ish qilsak, Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir so'rinda o'ltirgan ekan, bir odam kelib assalomu alaykum debdi.
Diyendan keyin Peygamber Aleyhisselam ve aleykümselam deb 10 deb qo'yibdi. Yana birisi kelibdi, assalomu alaykum ve rahmetullah debdikan, ve aleykümselam ve rahmetullah deb 20 deb qo'yibdi. Üçüncü bir adam kelib, assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degandan keyin ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu 30 deb qo'yibdi. Bu nima demak deganda, qanchalik astoydillik bilan salom berish. Bu inson erishadigan narsasi nima desa, bu yerda yoki 10 ni oladi, 10 savab, yoki 20 savobni oladi, yoki 30 savobni oladi. Buni bu adam o'zi tanlasa bo'ldi. Bu intayin muhim diqqat qilgan masala. Üçüncüden muhim bir narsa var, yana biz şu salamni keng ko'lamda qanot yoydirish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qarşıga bir kishi kelib, islom dinimizda eng güzel ish qaysi ya Rasululloh? Bir deppasida eng güzel ish. Ya'ni islom dinimizda yo'l qo'yilgan ishlarning eng yaxshisi qaysi desa, Peygamber sallallohu alayhi vasallam shunday dediki, tut'imut ta'am ve tuqri'us salam ala men arifte ve men lem ta'rif deb shuna javob berdi. İslam dinimizda eng yaxshi o'ttirib qo'ygan yaxshi ish qaysi desa, birinchidan Peygamber sallam deydi ki, bir odamning qo'sig'ini to'yg'izib qo'yish. Ikkinchi, uning qabli qasichi desa, tonigan ve tonimagan insonga salom qilish. Bu ikki ishni Peygamber sallam alayda jikilgan. Yani bazen peygamberlerden İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan zikir kılındı ki, hiç qanday vaqtda o'zi yolg'iz bir mehmonsiz tamoq yemaganligini deydi. Ya'ni biz Yevropada yashayotimiz qarindoshlar. O'zimizni bunda qarab boqayli. Bizning uyimizga mehmon qachon keldi? Bir musofir olib kelib bir qash tamoq berdikmi? Yoki atrofimizdagi insonlar bilan beraber o'tirib bir tamoq yedikmi? Yani bu boy olsun, kambag'al olsun, o başka bir narsa, bu muhabbet bag'ishlaydigan narsa bo'lg'achqa, bu dinimiz nimaga tashabbus qiladi desa, salomatlik, xotirjamlik, bir-birini inoq, bir-biriga ishonch bilan dunyo undan keyin xotirjamlik aylandi. Va ham maqsadmi ado bo'ldi. Uning uchun bu yerda bu narsalarga qattiq diqqat qilaylik. Bir-birimiz bilan do'stlashib, mu'min, haqiqiy mu'min, musulmon bo'lib, Allohninki rizosiga erishib, cennetke erişidigan yaxshi musulmonlardan qilsin. Ve aqulu qavli hada ve estağfirullah li ve lekum festağfiruh innehu huvel gafurur rahim.